hurmatli tadbirkorlar, bugungi kunda banklarga mahallalarda borib tadbirkorlar bilan uchrashib, masalasi hal bo'lmayotgan masalalarni hal qilib, kredit masalasi bo'yicha kredit masalalarni hal qilib, ularni kredit olgandan so'ng bo'sh ish o'rinlari yaratish maqsadida mana bu Samarqand tumani Ko'zba mahallasida Agrobankning navbatdagi qabuli bo'lib o'tmoqda. Ya'ni bugungi qabulimizda sizlarga kreditlar bo'yicha ozgina tushuncha bermoqchiman, jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga. Bugungi kunda bizning bankimizda jismoniy shaxslarga mahalla bankining tavsiyanomasi asosida jismoniy shaxsga o'zini bank degan fuqarolarga 50 milliongacha 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan 25% dan, ayol kishilarga bo'lsa 23% dan mahalla loyihasi bo'yicha kredit ajratilmoqda o'z tadbirkorligini boshlash uchun. Undan tashqari yana biznesga ko'mak. Bu ham o'zini band qilgan fuqarolarga 17 milliongacha, buni ham foizi 25% dan, ayol kishilarga bo'lsa 23% dan ajratilmoqda. Bundan tashqari mahalladagi yuridik tashkilotlar bo'lishi mumkin. Yuridik tashkilotlarga 312-qaror bo'yicha bizning tumanimiz 2-toifaga kirganligi sababli 22% dan 312-qarorga asosida 100 million so'mgacha ta'minotsiz, ya'ni garovsiz, 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan 22% dan. Bunda ham korxona rahbari ayol kishi bo'lsa 2%, ya'ni 20% dan kreditlar ajratib kelinmoqda.